qat'iy pishgan bo'lsa, Suzbek rosa qornimoqchi. Bundan oldin sizga bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Siz singlim deb mehribonchilik qilib pul berib yurasiz-ku, mana singlingizni ahvoli. Restoran yuribdi sizdan olgan pullariga. Sani esing joyidami? Bu videolar o'tgan yilgi tug'ilgan kunida olingan videolar-yu. Agar esla olsang, shu tug'ilgan kunni biza qilib bergandik. Instagramga endi joylagan bo'lsa kerak. Xo'sh, nima qilibdi endi? Maqsading nima o'zi? Aka singilni bir-birini o'rtasiga sovchilik tushirib qo'yishmi? O'sha telefoning. Allo, assalomu alaykum. Nima? Qachon? Qayerda? Bo'pti, tinchlikmi? Shohruzni mashina olib ketibdi. Ha? Adis, nima bo'ldi? O'g'limiz yaxshimi? Hammasi yaxshi. Ahvoli yaxshimi o'zi? Doktor oldiga kirib chiqqan. Doktor aytishi bo'yicha mashina urib ketganda ko'p qon yo'qotganmish. Baxtimizga o'sha sen yomon ko'rgan singlim doktorning ko'rigiga kelgan ekan. Jiyanini tanib qolib, qon tahlillarini bilib, donorlik qildi. Agar singlim o'sha doktorning ko'rigiga kelmaganda, biz ulgurmagan bo'lardik. Yaxshi ham o'sha singlim bor ekan.